Faryobda Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur xotirasiga bag'ishlagan madaniy tadbir bo'lib o'tdi. Mir Alisher Navoiy Hazrati Ali Maqom ham Zahiriddin Bobur shoir shirin kalom. Yor uldir kim tiliyu ko'ngli bo'lsa oni bir. Kim tili o'zgayu ko'ngli o'zgadir, ul yor emas. Faryob viloyatida Oydin lisasi tashabbusi bilan bir qator madaniyat ahli, qalam sohasi vakillari va muxlislar ishtirokida Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi hamda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 543 yilligi munosabati bilan madaniy yig'ilish o'tkazildi. Tadbir ishtirokchilari ushbu ikki buyuk siymoning diniy, madaniy, ijtimoiy va adabiy hayoti haqida ma'ruzalar qilib, ularning mantiqa madaniyati, adabiyoti va tamadduni rivojidagi o'tinilmas o'rnini ta'kidladilar. So'zga chiqqanlar Alisher Navoiyning turkiy adabiyotining yo'lboshchisi, nomdor shoir va ilm-fan homisi sifatida tanishtirdilar. Zahiriddin Muhammad Boburni esa shoir, yozuvchi, siyosiy qo'mondon, Boburiylar saltanatining asoschisi sifatida yuksak e'tirof etdilar. Alisher Navoiyni doiratul ma'rif yoki ensiklopedik olim deb tilga oldilar. Biz bu ikkala olim ham, ikkala mutafakkir, ikkala shoirimizni ham ensiklopedik olim desak o'rinsiz emas. Chunki Amir Alisher Navoiy turli ilmlarda, turli sohalarda, jumladan she'r, adabiyot, tilshunoslik, tarixshunoslik, dinshunoslik, musiqishunoslik bu har bir sohada qalam tebratib o'zidan o'lmas meros qoldirgan. Mavzuoti ki Navoiy sahib asarlariga baxusus در رابطه با انسان یادآوری qilgan bu sharoitga ko'pisi sidq qiladi. Navoiy sahib ikki raqam insondan bahs qiladi. Bir inson oddiy, bir inson komil. İnson oddiy aytadi ki inson öyle bir mavjud ki deydi, muhabbati bilan deydi, insoniyatini hifz qiladi. Ishq bilan deydi, zindagisiga idoma beradi. Bu va hamshon insonda boshqa bir xususiyati ham deydi, با ایمان bo'lishi. Ya'ni inson باید iymoni bo'lsin. Baxusus chun Navoiy sahib musulmon edi, ya'ni islomiy bir iymoni bo'lsin. Donishmandlarni, buzurg bolalarni haddi marzi yo'q ekan. Navoiy sahibning kitobi Madrasa al-Azhar Misrga chop bo'lgan. Qancha zahmat ular tortgan, qancha zahmat tortdilar, qancha zahmat chekibdilar. Ustod 1000 jild kitob chop qilibdilar. 600 jild qolib ketdi, 400 jildiga kishi aloqa topgan yo'qdi. Aloqa topmaslikni buni bilamiz hamma biz. Olmay ustodning 10 ta kitobini ertaga o'yimga bir to'y qolmasa nima qilay? Ustodning kitoblarini men yelsam o'yimga kelib, meni xonobodam undan istifoda qilsa. Bizda bir rivoyat bitsak, Facebookka atman uni darib bitsak majbur biz. Chunki o'zbek tiliga bizda bita olmayapti o'shani. Navoiy sahib hamma labzga va lisonga professor ekanlar. Mana shu yerga Navoiy shinos buyuk ustodlarimiz tashrihot qildilarki, arab tilichiga ular balandiyatliklari bor ekan. Atman inglisiga ham bor, dariga ham bor, o'zbakiga ham bor. Hammasiga ko'shish qilibdilar. Yeshittiribdilar o'zlarini. Bizdan bir kertay kamgina ko'mak qilaylik. Har qaysi o'z navbatimizga xizmat qilsa inshaalloh taolo buni pesh ketishini bor ko'shish qilsak. Hazrat Navoiy yozdi to'yinki tag'yir qilsa jamoat. To'yinki baynona g'azal yozsa va rivoyat va g'azaliyot va xotira tabiatni go'zallash bunday bir ma'noga emas, vali tag'yir qilish. Hazrat Navoiy 600 ilgari millatni kelajakini ayni tasavvurlab bergan bizga. Tasavvurlar qilgan, tasvirga chiqarib bergan. Ya'ni bizlar baynona jurnalist, baynona xabarnigor
jomaga qaysi bo'tdan qarasak, Navoiy 585 yil oldin qaragan mana shu jomaga. Biz sizlar faqat ya'ni Amir Alisher Navoiy siyosatga bu ishlarni qilgan, buncha bino qurgan, bundoq zohiriy gaplarni aytmoq bilan buni ya'ni joygosi maqomiga unchalik masalan shu sabablar bilan idoma topgan qila olmaymiz. Boat uni maktabidan, uni madrasasidan biz ma'no chiqarsak, asarlarini o'qib boshqalarga bildirsak va buni qilgan xizmatlarini, o'sha davlatdorlik qilgan qanday bir fikrga bo'lganini, boshqa millatlarni, boshqa muxtalif mazhablarni, insonlarni qanday har qaysini o'z haq huquqini berganligini va amalan bahaysi bir musulmon va amalan bahaysi bir inson mutamaddin va haqiqatan bahaysi bir vazir bir davlat va davlatmard ana shunday ishlab, shunday bir shaxsiyati nodir va shaxsiyati komilan inson mehvar va insoniyatlikni o'rtaga qo'yib va amalan ishlab o'rgatib kelgan. Shuningdek, yig'ilish davomida ishtirokchilar tomonidan she'rlar o'qilib, ilmiy fikrlar bildirishi tadbirga o'zgacha adabiy ruh bag'ishladi. Mir Alisher Navoiy Hazrat Ali Maqom ham Zahiraddin Bobur shoir Shirin Kalom Turkiyaga tengri bergan o'zi iste'dodi xos, shu boisdan xalq olam ichra topgan ehtirom. Bo'lmas qaro ko'z eldan tutmoq kishi vafo ko'z. Sendan netib vafo ko'z, tut aymanay qaro ko'z. Birinchi qaro ko'z ko'chma yo majoziy ma'nosida umuman odamlarga nisbatan istifoda bo'ladi. Qaro ko'zlarim deb jamlarga, omma ulus. Va vafo ko'z tutmagin, ya'ni vafo kutmagin degan ma'no ikkinchisi. Sendan netib vafo ko'z, ko'z tutqaymen qaro ko'z. Oxirgi qaro ko'z agar Navoiyni sevimlisi yo sevgilisi bo'lganda ham u ham o'sha qaro ko'zlarni turkumida. Bu zohiriy ma'nosi. Lekin buning tagida boshqa masala ham bor. Inson zoti joizil xato degan gaplar aytiladi. Inson zotiga ta'magarlik degan narsa bor. Yonida saxovat degan narsa bor. Riyo degan narsa bor. Va boshqa. Nihoyat bu dunyoda yashaydigan odamlar go'yo bir-biriga vafo qilmaydi, vafo qilsa ham vaqtinchalik bo'ladi, unchalik bir-biriga ishonish kerak emas degan masalani bobomiz Navoiy o'qitirgan. Hayratul Abror dostonidan 4-munojot. Dar haqiqat Navoiy hazratlari bu yerda ya'ni insonlarni, osiy insonlarni gunohsi karam so'zi haqida to'xtalib o'tadi ko'proq. Butun munojot ulug' payg'ambarimiz, ulug' Rabbimizning karam dengizi haqida qiyomat kunida osiylarga, gunohkorlarga qay daraja bo'ladi? Shu haqda aytgan. Ey karaming avlada ko'he gunoh, yelga uchib o'ylaki bir parriko. Ya'ni seni karaming, judu baxshishing oldida butun ko'p toqqa teng bo'lgan gunohlar ham go'yoki shamolga, samonni pari qanchalik ahamiyati bo'lsa shu daraja. Ya'ni unchalik uni og'irligi yo'q. Nechaki jam bo'lsa samon ko'p, yel qoshida anga ne bo'lg'ayishku. Biz samonni qancha ko'p qilib, to'q qilib yig'sak, og'ir bir to'fon qarshisida samonni shu ko'he hashamati hech nima emas, elga uchib ketadi. Ey ko'ngilgar aqletar man ey junun qilma jadal, ay berur kim ahli donish qilsa nodon bir lavas.
لحظه لحظه chiqdi bu chekdim yo'lida intizor keldi jon og'zimga u sho'x badxu kelmadi oriz edik oydin erkonda garibdi ehtiyot ro'zgarimdek hamolg'onda qarong'u kelmadi Diyorim ahli bir yoridan boshimga yuz mehnat. Meton boshim olib ketsam qo'yib yoru diyorimni. Yani agar men yor diyorimni tashlab bosh olib ketar bo'lsam, buning boisi yordan u diyorim odamlaridan boshimga ming balolar yoqqanidir. Taqdir mening boshimga solgan bu savdo shunday og'ir savdo kim? Kecha kunduz horimay yozdi tilimga ko'p asar. Kecha kunduz horimay yozdi tilimga ko'p asar. Menga qarzdir ushbu kun, menga qarzdir ushbu kun, u mehribondan esladim. گرچه در ایام فصل پرغبار ایستاده ایم، برگها هم گر نباشند چون چنار ایستاده ایم. هرچه فوج ناخلف تیر و تفنگ گیرد به ما، هرچه فوج ناخلف تیر و تفنگ گیرد به ما، همچه دژی در بلند کوهسار ایستاده ایم. O'rni bordir, u zahirdan eslasam, u shahanshoh muqtadirdan eslasam. Boy fikr hamda siyosat qurguchi, ham adibu sardabirdan esladim. Ashkimni ko'rib tez bo'lur ko'ngli jafoga, ashkimni ko'rib tez bo'lur ko'ngli jafoga. Ovri etmas chunki suyi bo'lmasa fulod. Tadbir tashkilotchilarining ta'kidlashicha, bunday dasturlarning o'tkazishdan ko'zlangan maqsad tarixiy buyuk shaxslar nomi bir hayot saqlash, madaniy o'zligini mustahkamlash hamda yosh avlodlarni mutolaa, tadqiqot va yurtning ilmiy adabiy merosini asrab avaylashga undashdan iborat.